Rostdan beradimi, yo'qmi, gapiraveradi deb o'tiraveringlar sizlar. Mana уже ikkita odam mendan bodi yutib oldi. Kommentariyani hisobga olaman, lichkani hisobga olmayman qizlar. Lichkamga Telegramdan, Instagramdan yozmanglar menga. Жалоба vaqt o'tdi, u bo'ldim. Men nimaga bu o'yinni qilyapman? Imeni kommentariyaga yozishinglar uchun. Lichkani hisobga olmayman. Lichkaga yozdinglarmi, hisobga o'tmaydi. Mana shu bodimizni ikkita qizimiz yutib oldi. YouTubedan bitta qizimiz, Instagramdan bitta qizimiz. Balki siz ham qatnashganingizda siz ham yutib olardingiz. Mana menga ishonmadingiz. Xudo xolasa bularni ertaga chiqazib yuborganda ham video qo'yaman. Endi hozirgi obzorimizda shunaqa bodimiz, narxi 35 ming so'm, Xitoyda ishlab chiqarilgan. Setkali bo'ladi. Qizlar o'zingizlar yirtib tashlamaguninglargacha yirtilmaydi. Sifatlari juda ham zo'r bo'ladi. Shunaqa skidkada bodilarni kim beradi? Qizlar toshligini qaranglar, yaltirashini mendan xarid qilsanglar bo'ladi. Narxi 35 ming. Assalom, tabriklayman. Siz ham bodi yutdingiz. Mana shu ikkalasidan bittasini tanlab olasizlar. Xudo xolasa bittasini imenda mana shunaqa kaltaroq variantini qo'ydim. Bittasi uzun oyoqli qo'ydim. Bemalol menga yozsanglar bo'ladi. Mana shu yutib olgan odamlar menga nomeringizni qoldirasiz. YouTubedan yozayotgan qizimiz menga nomeringizni qoldirasiz. Yana shunaqa qatnashsiz, xudo xolasa keyingi safar ham beramiz. Vaqtini kutib turib, жалоба deb yozib tashing. 12 dan keyin siz yozganingiz uchun sizga beraman. 12 dan oldin yozganlarga berilmaydi. Lichkamga o'tib, Instagramda kommentariyada yozmasdan, YouTube'da kommentariyada yozmasdan, imенно lichkamga yozganlar ular hisobga olinmaydi.